Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishbozlari, YouTube ishbozlari. Qilichbek chorva kanali obunachilari, qadrli qadrdonlar, akalar, ukalar. 18 million 600 ming so'm chiqib ketadigan g'unajir. Xo'p, akalar, Andijon viloyati Xo'jobod mol bozoridan sizlarga narxlar bilan tanishtirib o'tamiz jigarlar. Sizlarni bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa, bugun narxlar bomba bo'lyapti. Bozor o'ta qizg'in. Qo'y bozor akalar. Bu yog'i sigir bozorlar. Yo'q, puli nech pul bo'ldi puli? Aka nech pul beryapsiz bunga? 24 million. 24 million. Bering jon aka sotgan bo'lsa sog'ib ichgan ekan. Bering, bor var aka. Ustiga qiziqibdi. Aka nech pul bo'ldi bu qala? 42,5 jupiga. Bitta qora variantida, bitta shvet variantida. 42,5 million jupiga. No'g'risa naqd qimlab qolibchiganlar. 24 million savdosi bo'lyapti. Xudo xolasa, mana. Bular 130 atrofida. Chiroyli variant. Aka nech pul bo'ldi bu? Tog'a nech pul bo'ldi mol? Sotilmabdi. Aka nech pul bo'ldi bu? Sotdingizmi? Bering, 500 so'mga qaramay. Ha, o'zbek 1 million foyda beryapti ekan. Bering, bor var aka. Aka nech pul bo'ldi buqa? Sotilmabdi akalar. Ama sütü zo'r ekan, 24 million baho bo'lyapti. Aka nech pul bo'ldi bu? Ben oldim. Sho'lim keladi. Xo'p. O'rtaga oz, qochaga Biroz sotilmadi deyapti akalar. Buni qanday bir bozor, sigir bozor dim bo'ldi. O'najincha. Aka nech pul bo'ldi bu? Aka nech pul bo'ldi bu? 25 o'liga. Bozor ovoz oldingizmi? O'ta patir putur akalar. Shu savdosi bitmayapti. 24 million so'm ozgina qo'shsa sotaman deyapti. 14 ta suti bor ekan. Ovoz qisalligi bir oy bo'lib suvni qo'yib qo'yibdi jigarlar. Aka u nech pul bo'ldi bu? 16,5 million bo'ldi bu ovozlar jigarlar mana. Bu nech puldan bo'ldi bular? Sho'pir ekan bular. Aka qo'ylar nech pul bo'ldi? 30,5, 9,5. Ekoyap so'liqmi? 9,5 million bo'libdi. Bo'g'oz aka akalar, go'yo. 9,5 million bo'ldi. Aka yana bola nech pul bo'ldi? Nech pulga kirdi? Qilichbek chorva kanali 32 million so'mga kiribdi akalar, yana bola. Bolasi novvos ekan, jigarlar mana bolasi. Bolasi zo'r ekan. 32,5 ming sotmadi. Xo'p, jigarlar. Novvos shvetiraman. Aka nech pul bo'ldi bu? 16,5 mingga sotib berdingiz. Alloh qo'shsin. Aka nech pul bo'ldi bu? 26 dan qaytdi. 26 dan qaytdi akalar, sotilmadi. Aka nech pul bo'ldi puli? 54 bo'libdi akalar. 54 mingdan kiloga. Akalar buni puli nech pul? Xo'p, akalar sigirimiz xudo xolasa sutlaramiz. Puli 26 bering. 26 ga nech pul bermayapsiz aka? 22 ga.
Bo'g'oz silligi 6 oylik bo'g'oz suti ham bor-a, aka? Qiziqalar telefonini qoldiramizmi? Sotib ketamiz. Savdori bor ekan, akalar savdo bo'lyapti. Aka nechi pul bo'lib qolar? Aka chekam 23 ta. Chekam 23 ta, 4 bosh. Ha, 3 bosh. 3 bosh ekan akalar, xudo xolasa. Aka novoshda nechi pul oldi? 16 million. Aka siz kishi? 16 million 200 ga berilmadi. 16 million 200 dan qaytibdi akalar, sotilmadi. Aka nechi pul bo'ldi bu? 21,5 million bo'libdi novoz. Aka nechi pul bo'ldi novoz? Akam shu pul ekan, so'ramadi narxini akalar. Aka nechi pul bo'ldi unachi? 14,5 million so'm bo'libdi. Xo'p akalar 7 oylik bo'g'oz sigirimiz, xudo xolasa. Birinchisiga va chiroyli qo'shga variantlar akalar, xudo xolasa zo'r. Aka nechi pul bo'g'o aytyapsiz bunga? 30 million kam bor. Nechi pul bermadi? 25 millionga bermadi. 25 millionga bermadi. Qiziqqalar telefonini qoldiramizmi aka? Sotib ketamiz. Xo'p aka. Bo'g'ozligi necha oy? 2 oylik bo'g'oz. Suti. Nechi pul bo'g'o aytyapsiz bunga? Puli nechi puli? 25 million kam bor. Nechi pul bermadingiz? 22,5 millionga bermadi. 2 oylik gumonasi bor-a? 2 oylik gumonasi bor, 7 ta 6 ta suti bor. Qiziqqalar telefonini qoldiramizmi? Qiziqqalar telefonini qoldiramizmi? Yo'q, bugun sotilsa xolasi. Bugun sotilsa sotiladi, emasam qaytadi uyga deyapti. Ikkita o'ta zo'r variantidan, xudo xolasa, bo'g'oz variantidan akalar. Sizlarga ilindik. Aka u yalanayotgan necha oy? 7 oy, ha? 7 oylik bo'g'oz variantidan akalar, xudo xolasa. Bunisi necha oy? 20 kunda tug'adi. Xo'p, old tomonga o'tamiz. Orqalarini ko'rsatdik akalar, xudo xolasa. Nechinchisiga bo'g'oz aka bular? Ikkinchisiga 300. Bu ikkinchisiga, bu uchinchisiga. Nech puldan berishdi aka bularga? Aka 55 kun aytyapti, 60 kun aytyapti. 55 million kami bor, 60 million kami bor. Uchinchisi, ikkinchisi. Qiziqqalar telefonini qoldiramizmi aka? 97lik. 97lik 096 096 03 03 nomeriga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa, narxlarni kelsa dastlabki qilib berasiz. 40 ta bo'g'oz bor, tanlab ola oladi. Bo'ldi, akamizda 40 ta bor ekan shunaqalardan, xudo xolasa. Tanlab olaverasizlar ekan jigarlar. Atdushi. Telefon qilinglar aytilgan nomerlar. Cho'g'on nech pul bo'ldi bu? 80 million kirasi. Ana jupi. 80 million bo'pti akalar. Necha oydan bo'g'ozligi? Narigi 8 oy ekan, bunisi yaqin ekan. Akalar xudo xolasa tug'aman deyapti. 80 million bo'pti. Jupi 40 million. Xo'p, akalar o'ta sut ko'p keladiganlarga. Aka suti nechta buni? Yaxshi qarab beradi. Yaxshi qilasiz, bo'g'ozligichi? Yo'q, qisiruni bo'ladi. Qisini, ne bolami? Yotgan bolasimi qora? Dam olyapti ekan bolasi. It singar yotar ekan, novvosmi? Nech pul berishadi yana bolaga? Hozir so'rashmayapti sizga. Nech pul berishadi? 30 million kam bor deyapsiz. Nech pulga bermaz yana bolam? So'ramadi biroq. So'ramadi? Savdosi bo'lmabdi akalar, 30 million kam bor deyapti. Akalar nech puldan bo'ldi bular? 30 million bo'ldi bunisi. 26,5. Bunisi 26,5 million bo'ldi. Bo'g'oz necha oy bu aka haqida? 7 oylik ekan jigarlar. Ular yana shunday siqqani maroqaman ekan. Xo'p. Jigarlar 2 bosh. Kuchli variantidan jigarlar. Aka nech puldan bermaydi bular? 61 million. Jupi.
Necha oydan bo'g'oz? Onisi gumon, onisi 6 oy. Bunisi gumon, bunisi 6 oy aniq. Bunisi 6 oyli ekan akalar, bo'g'ozlik. Pul kelyapti. Toza shivir so'lagan akalar, xudo xolasa. Bunisi gumon ekan akalar. Bo'g'oz qismli gumon. Xo'p, akalar 41 million so'mga olibdi. Hojiboyev xudo xolasa 50 million kam bor deyapti. Hozir savdosi bitishib qoldi deyapti. 41 million so'mga olibdi chiqgan. Mana shved so'raganlar. Xo'p, ovozlarni ko'rib o'tamiz. Akalar ovozlardan necha pul puli? 37 kam bor. 37 kam bor, necha pulga bermadingiz? 34 million 100 ming kam qilishdi. 34 million 100 million bor. Qiziqlar telefonni qoldirib qo'yamizmi? 91lik. 91lik. 607 607 0352. 0352 nomeriga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa. 33 ga yetkazib beramiz uyiga. Bo'ldi, dasturga qilib yetkazib beramiz. Qilichbek Ora kanali, xudo xolasa akalar ovoz holati o'ta zo'r bo'ladi. Buni ovozini sotilib chiqdi akalar. Nech pul bo'ldi aka buni ovoz? 31 million so'm bo'ldi. Necha kilo keladi akalar, kommentariyga yozib ketinglar. 31 million so'm bo'ldi. Shved juda kuchli. Yana bitta kuchli variant bor akalar, savdosi bo'lyapti ekan, xudo xolasa. Omon, yomon, qochga bo'lib ketdi bor-u. Orqalarini qaranglar. Aka bu puli necha pul deyapsizmi? Qilichbek Ora kanali. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sarchasiz? Puli 40 million. 40 million. Kami bor. Kami bor. Necha pulga bermayapsiz? 36 qilishyapti. 36 ga bermayapsiz. Qiziqqanlar telefonini qoldiramizmi? Ayting. 70lik 70lik 080 080 1121 aka. 1121 nomeriga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa akamda ko'pa 3 ta bor, seroq. Xudo xolasa manaqa zotdorlardan, chiroqlilardan, oyoq qo'l uzunlaridan shved so'ragan akalarimizga o'ta chiroqlilardan akamizni seroq ekan. Aytilgan nomerga aloqaga chiqinglar aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Mana sizlar kutgan o'sha zot qanaqa bo'ladi aka? Rossiyskiy ekan aka, bular hammasi Rossiyadan kelgan deyapti. Xudo xolasa necha yosh? 2 4 6 8 10 ta, 10 dona. Xo'p, bunisi ham bor ekan, 11-inchi akalar. Mana. Aka, bular qo'yiq so'yig'i necha puldan deyapsiz? Eng pasti 23 dan, balandi 25 dan qilibdi akalar, xudo xolasa. Hammasi sog'lom, yeb ichish joyida. Kelib yurib, bir hafta sinov olaveradi deyapti. Dastavkalarni qilib beramiz, narxlarni kelishsak deyapti. Aka, necha puldan qilib berasiz bularni endi oxiri? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kelib ko'rsin, ustida savdo qilsin. Kelib ko'rib, ustida savdo qilib olaverasiz, xudo xolasa. Telefon nomerlarini aytib qo'yamizmi aka? Qanday o'g'lingizga gap? 93 820 1133 nomeriga telefon qilinglar akalar, xudo xolasa 10 yosh. Bitta chiroqlardan. Taysiro, Qilichbek Ora kanali. Xudo xolasa akalar, sog'lig'i hamma yo'q joy-joyida, yashil-bashuli yo'q. Emlatkilari hamma yo'q qilingan ekan akalar. Mashallah deb qo'yinglar. 20-25 ta uylarda bo'lib ketsin. Aytilgan nomerlarga telefon qilaverasizlar. Bular ham ashlardan ekan, akalardan telefon qilib olaverasizlar, xudo xolasa. 2 yosh.
O'sha o'tib chiroqlar ekan akalar. Semiz ekan. Andijon viloyati Xo'jobod mol bozoridan sizlarga syomkalar ko'rsatdim, xudo xolasa. Bu ikkovgami? Necha pul narxi bu ikkovini? Jupini 51 millionga qo'shsa sotamiz deyapti. Ashu nomerga telefon qilaveradi. Akalar bularga nomer, boshqa nomer aytar ekan, xudo xolasa. Ayting nomerlar. 91lik 498 4822 nomeriga aloqaga chiqinglar. Mana 2 boshda xudo xolasa kelishtirib, dastavkalarigacha qilib beraman deyapti akalar. Bilan laykni bosib, mashalloh deb qo'ysa. Mana nomozlar.